Do'stlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan Bitunix platformasini ko'rib chiqamiz. Bizni silka bilan registratsiya qilish uchun birjada Bitunix birjasiga mana shu silkani ko'rib turgan Bitunix degan yozuvga yoki pastda turgan Bitunix degan yozuvning ustiga borib bosadigan bo'lsanglar, silka ochiladi. Bu yerda pochtanglarni yozasizlar yoki bo'lmasa raqam, nomer, ston kodini yozib turib, nomerni, raqamni yozib turib va parol qo'yasizlar. Parolinglar minimum 8 ta simbol bo'lishi kerak. Undan tashqari katta va kichkina harf bo'lishi kerak va bitta simbol bo'lishi kerak. Sabachka yoki rushotka yoki dollar degan. Yoki bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri mana Google'ni bossanglar, Google'ga привязка bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri. Eng oson, qulay yo'li shu. Registratsiya ochilgandan keyin to'g'ri pastga tushib Google deganni bosasizlar va привязка qilasizlar, Google pochtaga bo'ldi. Bitunix platformasi yosh va ambitsiyali birja bo'lib, 2021-yilda Singapurda yaratilgan. Hozirda o'z ta'sirini yirik hududlarda faol tarzda kengaytirmoqda. Atab o'tadigan bo'lsak, Yaqin Sharqda va asta-sekin Osiyo va Yevropa mamlakatlariga, SNG mamlakatlariga kirib bormoqda. Hozirgi vaqtda Amerika, Kanada, Filippin mamlakatlarida 600 mingdan ziyod qo'llanuvchilari bor va bu sanab o'tilgan mamlakatlarda litsenziyaga ega. Bu esa Bitunix platformasini ishonchli va xavfsiz birja ekanligini bildiradi. Platforma yangi treyderlarga hamda professional treyderlarga ham yangi har xil produktlar, aksiyalar, treyderlar aro konkurslar o'tkazib turadi va har xil boshqa yana futures bonuslari, shunaqa spot bonuslar taklif qila oladi. Bitunixda ko'radigan bo'lsanglar, P2P platformalar bor. To'g'ridan to'g'ri bitta odamdan ikkinchi odamga savdo qilib kriptovalyuta sotib olsanglar bo'ladi. Bozorlarni oladigan bo'lsak, futures bozori bor, spot bozori bor va bu yerda copy trading ham bor. Savdo qilish uchun bu yerda KYC o'tish shart emas. U degani hech qanaqa verifikatsiya o'tmasdan turib siz savdo qila olasiz birjada. Copy trading bu juda ham yaxshi instrument yangi treyderlarimiz uchun. Bu yerda siz tajribali treyderlarga depozitingizni boshqaruvga bera olasiz. O'zingiz savdo qilmasdan turib. Mana ko'radigan bo'lsangiz, har xil treyderlar bor. Dohodingiz bo'yicha ko'rishga bo'ladi. Daromadlarini qanaqa foyda beryapti. Keyin mana bu joyda o'ng taraf tepadagi knopkasini registratsiya degan joyga bosadigan bo'lsangiz, mana shu yerdan QR kod chiqadi. Mana shu QR kod orqali App Store yoki Play Market orqali o'zingizni telefoningizga приложениесini tortib olsangiz bo'ladi. Bu yerdan yana rangini o'zgartirishga bo'ladi. Bu yerdan P2P deb bosadigan bo'lsangiz, P2P chiqadi. Dollarni yevrogami yoki so'mgami, o'zbek so'migami sotib olsanglar bo'ladi. Mana 12350 so'm sotib olishga bo'ladi bitta nimani, USDT ni, sifrovoy dollarimizni. Yoki bizda USDT bo'ladigan bo'lsa, USDT'mizni so'mga sotsak bo'ladi. Sposob оплаты degan joyda mana bu qanaqa bankdan olishga bo'ladi ko'rsanglar bo'ladi. Mana hamma banklar qo'yilgan O'zbekistondagi. Hammasini ko'rsatib turibdi. Ipak yo'li, Uzumbank, Anorbank va boshqalar mana. Mana bu joyda hammasi turibdi. Kerakini olib sotib olishga bo'ladi. P2P dan 400 xildan ko'p tokenlar bor bu yerda. Bitunix birjasida qulay savdo qilishga, komissiyalari kam. Boshqa birjalarga qaraganda spread deyiladi. Treyderlar spread deganni tushunadi. Shunaqa komissiyalarimiz juda ham kam, qulay. Va bu yerda qanaqa take profit yoki stop loss qo'yadigan bo'lsangiz, qanaqa summada, qanaqa narxda qo'ygan bo'lsangiz, shu narxda sizni stopingiz bilan take profitlaringiz ishlaydi. Boshqa misol uchun Binance'da stop loss qo'yadigan bo'lsangiz yoki take profit qo'ysangiz, siz qo'ygan narxdan o'tib keyin borib to'xtaydi yoki o'tib borib take profit ushlamay qoladi, stop loss ushlamay qoladi. Shunaqalar bor. Katta birjalarda Binance'ni aytadigan bo'lsak, misol uchun. Bu yerda unaqa emas. Juda ham qulay. Qisqa nusxa qilib aytganda mana shu obzor ko'proq bilgingiz kelsa, bizni kuzatib boring, registratsiya bo'ling birjaga va bizni yopiq kanalda biz bilan birga savdo qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.